Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, bizning kanallarimizni muntazam kuzatib borayotgan obunachilar. Do'stlar, biogomuslarni Chirchiq shahriga, Toshkent viloyati Chirchiq shahriga olib keldik. Hozir bu joyda biogomusga to'g'ridan to'g'ri stakanga pomidor ko'chatlari ekilyapti. Akalarimiz tushirib olyapti. Xudo xolasa hozir ichkarini ham ko'rsatib o'taman. Azizlar, mana pomidor ko'chatlari bor. Bugungi cheslovimiz 14-aprel 2025-yil. Biogomusni azizlar mana to'g'ridan to'g'ri biogomusga pomidor ko'chatlarini dehqonlarimiz ekkan. Unumdorligi juda ajoyib. Qiziqayotganlar bittadan like bosib turasiz. Mana shu tarzda mana Xudo xolasa 18-20 kunlikda mana shunaqangi stakanlarga olar ekan. Xudo xolasa bu joyda akamiz 2 gektarmi 3 gektar joylari bor ekan. O'zlari issiqxonasida, teplisasida mana shunaqangi chiroyli joy qilib ikki xil navdagi pomidor ko'chatlarini ekishibdi. Hozir opalarimiz mana shu tarzda qadoqlash, ya'ni salafan paketchalarga solayotgan ekan. O'sha jarayoniga kelib qoldik. U jarayonlardan bir ko'rsatib o'tamiz. Pomidor ko'chatlari kerak bo'ladigan, optim narxda kerak bo'ladiganlar bo'lsa ham aloqaga chiqishingiz mumkin. Demak, mana dehqon akamiz o'zlari ham kelib qoldi. Aka, assalomu alaykum. Charchasiz, ishlar yaxshimi? Nimalar qilyapsiz endi aka bu yerda? Yetqizamiz mana o'zlarimiz ekan. Bu Bursa firmasini urug'lari. Qanaqa urug'lar aka? Bu yerda necha xil urug' bor? Bu yerda 2 xil. Bittasi qizil pomidor, yo pushti pomidor. Pushti, rozovoy deydimi o'sha? Rozovoy, mana go'shtli. Aka, bu yerda necha ming dona ekilgan? Mashina o'ziga eniga 140. Uzunasi 17 metr joyga 5 mingta urug' sepdik. 45 ming dona. 45 ming dona. Alloh barakasini bersin aka. Demak, 45 ming dona agar dala sharoitida ekadigan bo'lsak, necha gektarga yoki necha sotixga ketadi bu? O'rtacha. O'rtacha 2 gektar joyga mo'ljal qilamiz. 2 gektarga. Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa u jarayonlarni ham do'stlar kuzatib boramiz. Agar qiziqadigan hamyurtlarga pomidor ko'chatlari optim narxda yoki chakana qiziqadiganlar, olmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, o'zingizdan ortadimi yo'qmi? Xudo xolasa ortadi. Ortada. Do'stlar, bu joyimiz Toshkent viloyati Qibray tumani, Toshkent viloyati Chirchiq shahri, Troyskiy deyshadi. Mana Troyskiyda joylashgan. Shunda akamiz ham nomerini qo'yib o'tamiz. Yoki quyida telefon nomerlar qo'yamiz. O'sha telefon nomerlar orqali pomidor ko'chatlari qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ishonarli ko'chatlar, sog'lom va tabiiy toza bo'lgan organik o'g'it biogomusga yetishtirilgan pomidor ko'chatlar bor aka, xudo xolasa. Alloh barakasini bersin. Opalarimizni ham bir yengil ko'rsatib o'tamiz. Aka, bu nima? Tuproqmi? Ozgina tuproqni Turpoqqa biogomus aralashyapti, xudo xolasa. Chunki ana pomidor urug'larimizni ildizlari tuproqqa yaxshi aralasha yopishadi. Yopishish uchun biogomusni o'zida tikka turishga qiynaladi. Demak, sal yumshoqlik qiladi, o'shaning uchun tagi yumshoqlik qiladi, o'shaning uchun toza tuproqdan olib kelib, bir qopiga 4 ta kichkina lapatka. Demak, 1 ga 4 ekan-a? 1 ga 4. Bir qopga 4 ta lapatka. Mana bu joyda 10 ga 4 bo'lib ketadi. qadoqlash jarayoni. Do'stlar, quyida telefon nomer qoldiramiz, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.